Alo do'stim. Qayerdasan senda gap bor edi? Idorada bo'lib tur, hozir yoningga o'taman. Do'stim, shunaqa gaplar degan. Shunday. Bo'lmasa meni eshit, sen o'sha topgan aka-xolaring bilan yana muomalangni davom qildiraver. Bu narsalar menda turadi. Biz ularni tomirini topishimiz kerak do'stim. Uchrashadigan joylaringni menga lokatsiya tashlab qo'y. Men hozir bu haqda rahbariyatga xabar beraman. Seni xavfsizliging doimiy ta'minlaymiz. Sen bo'lsa mana shu o'g'il-furushlarni ushlashda, bu jinoyatni ochishda bizga katta yordam bergan bo'lasan. Lekin bu haqda boshqa hech kim bilmasligi kerak. Tushundingmi do'stim? Tushundim. Lekin avvalambor yaxshi yo'lga qaytganingni xursand. Bo'lmasam kelishdik. Mayli, sog' bo'l. Uzr aka. Murod, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Charchamayapsanmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Oshnalarmi deyman, ha? Oshnalar. Qayerga kech bo'lganda? Tanishtirmaysanmi oshnalar bilan? Tanish, bu mani boshlig'im Jamshid aka. Bu esa Borka. Zo'rmisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Yo'ldan olib qo'ymaylik unda, bo'pti. Mayli, oshna. Gaplashamiz. Obyekt nazoratda ishni boshlaymiz. Chota Borka, men Murod, do'sting uchastkov emasmi? Ha, u sinfdoshim. Qarada men, orqadan xitlab qolib, yana problema bo'lsa, boshing bilan javob berasan, tushundingmi? Xitlamaydi. Umuman yurolmaydi ham xitlashmayman mahallada. Silky Beat. Sergak ko'chalarda bildirmas azobini tortsa ham nechalarda. Kasbiga havasi bor, qalbida hammasi bor. Shunday o'g'loni bor yurtni buguni ertasi bor. G'ururi ori yurt, sharafi shoni yurt, qalbida iftixori ham yo'g'i bor yurt. Tezkor vakil, yengilmas doimdadir. Hammasi vatan. Shu osmon shu kim sotgan bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum. O'rta polkovnik. Operatsiya muvaffaqiyatli bajarildi. Ikkalang. Bu yoqqa qarab keling. Yo Murod, seni shoshmay turgan. Aytdim sizga, shu bola yoqmayapti dedi. Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Biz bu qisqa metrajli film, ya'ni serialni olishimizdan maqsad hozirgi kunda avj olib borayotgan giyohvandlik hamda yoshlarimizni ushbu giyohvandlikka ruju qo'yishi
va buning oqibatida ko'plab oilalarning parokanda bo'lishi, tug'ilayotgan yoshlarimiz nogiron bo'lishi hamda giyohvandlik yaxshi oqibatlarga olib kelmasligini xalqimizga yana bir marotaba eslatish maqsadida suratga oldik. Albatta, bu galgi videorolikimiz giyohvandlikka qarshi mavzusida bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, keyingi videorolikimiz qanday mavzuda bo'lishini xohlaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bu biz uchun muhimdir. Biz giyohvandlikka qarshimiz. Yurt uchun, ota-ona uchun, ona yurt uchun, hammasi vatan uchun, shu osmon shu yurt uchun, tinchligimiz uchun, ota yurt uchun, hammasi vatan uchun, shu osmon shu yurt uchun, tinchligimiz uchun.